Assalomu alaykum, Tepaqo'ron Chorva kanali obunachilari, aka-ukalar, qo'chqar ishqibozlari, mana bundaqa hisorini muxlislar. Obunachilar, bugunga 3 dona hisorini haqiqiy tozasidan, originalidan bir dona begona tuk aralashmaganidan kelgan akalar. Bu birinchisi qora, simjun, o'ta gigant, mo'shnisi aka. Ikkinchi, uchinchisiga kashtanidan chiqadi. Videoni boshida bitta like tirsillatib, hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang aka. Manzilimiz Namangan viloyati Namangan tumani, o'sha arzonchilar, o'pitimchilar qishlog'i, Tepaqo'ron qishlog'idan video syomkamizni olib boryapmiz obunachilar. Bugun hafta kuniga seshanba 16-iyun 2026-yil. Obunachilar, unday bo'lsa biz mana bu gigantimizni ma'lumotini tezda videoni cho'zmagan holatda berishni boshladik. Akalar, bu qo'chqorimiz mana bundaqa simjun variantidan mana. Bizda videoda o'zi oldin Dilmurodjon chiqardilar. Dilmurodjon shu mazalari yo'q, juda bemorliklari sababli akalari chiqyaptilar. Inshaalloh videoni tagida nomerni qoldiramiz. Shu akam javob beradilar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum Bahodir aka. Alaykum assalom. Keling qol. Originallarni olib kelibsiz bugunga ham inshaalloh. Tojikiston sorisi bu. Toza, Bir akamizga o'tgan ekan. Tojikistondan o'tgan ekan, ha? Yaqin 1 yildan beri boqar keldilar. Mashalloh. Ha. Bizga berdilar. Lekin vashim moshni ekan. Obunachilar, mana bunaqa simjun variantdan bir dona begonatga aralashmagan, o'zi junini to'kadigan variantdan akalar. Kastaklari mana bunaqa yirik mo'shnisidan. Qo'chqor shunchalik gigant bo'lishiga qaramasdan, 4 ta oyog'i akalar o'ta mo'shni turibdi. Adiriga toqqa qo'yib yuboraman degan obunachilarga tavsiya qilaveramiz. Obunachilar, mana bunaqa orqa dumbalari ham mana bichilmaydigan oysimon dumbalar akalar. Bellari ham mana o'ziga yarasha o'ta mo'shnisidan. Obunachilar, mana. Unday bo'lsa, buni ma'lumotini berishni boshlar. Yoshlarlik qanaqa Bahodir aka buni? G'olib bu yangi 6 tishga o'tdi mana. Yangi o'tibdi, 6 tish. Yangi 6 tish. Ha, to'ldirmabdi. To'ldirgan yo'q. Bo'ldi. Oldi tushlari akalar, mana bunday otilib chiqqan variantidan. Qo'chqorimiz 6 tish, o'ta gigant, qo'yga qo'shaman degan obunachilarimizga tayyor xullas. Shuni olib borib qo'shaverasizlar. Buni inshaalloh mana bunday bo'ylarini ham o'lchab ko'rsatamiz. O'shancha qo'ying. Obunachilar, bo'y bastlari mana yerdan balandligi akalar mana 90 qayda qolib ketyapti. Mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar, inshaalloh ishlaringni bitiramiz. Uzunligi ham qo'yilik aka. Uzunligi mana yelkasidan akalar. Mana nima deyapti? Qo'chqorimiz 95 pilisga olishaversin, ha? Uzunligi 1 metrga boryapti akalar, 95 pilisga olaverasizlar. Ya'ni 1 sm yarim sm adashilsa, ko'ngil hollik bo'ladi. O'shaning uchun biz kamroq aytamiz akalar. Qo'chqorimizni ko'rdilaring bo'y basdan Bahodir aka, buni asosiysi narxida aka. Dilmurodjon arzon qo'ybalarni bilasiz-a? Siz ham o'shanga $1300 Samarqandga dastlabkasi tekin. $1300 Samarqandgacha. Samarqandgacha. Bizi kanalimizda Xorazmgacha tekin bo'ladi odatda. O'zbekiston bo'yicha tekin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beriladi. $1300 ga obunachilar o'ta shokolad narx bo'ldi, o'ta arzon bo'ldi akalar, shoshilib aloqaga chiqaveradigan. Dastlabkasi Xorazmgacha. Bahodir aka, siz bilan oldin ham gaplashgan edik. Endi hozir yuzingizni ko'rib tanidim aka. Bizga xayronni qilib berasizmi deb xayrini so'rashsa nech pul o'tib berasiz inshaalloh? $50 xayr qilib beramiz. $50 obunachilarimizga. G'olib boy, endi bu qo'y meni oldimda qanday ko'rinyapti bilmayman, Yo'q, lekin meni kattaligimni ham aytib keting. Yo'q, Bahodir akamda akalar bo'ylari 180-190 ga boradi. Qo'chqorimizni bo'y bastini metrda o'lchab ko'rsatdik. O'shanga qaraysizlar. 2 metrli odamning oldida qo'chqor ixchamroq ko'rinishi mumkin. Lekin qo'chqor o'ta yirigidan akalar mana. Mana buni qarang aka. Belni qaranglar, belni. Qo'lim 22 Sportivniy holatda. Sportivniy holatda ekan qo'chqor. Tashti o'ta baland. Moshni mana. Obunachilar, shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Unday bo'lsa biz keyingisini ma'lumotini berishni boshladik. Obunachilar, ikkinchi partiyasiga mana bundaqa kashtandi haqiqiy udoridan chiqyapti akalar. Nima deyapti kashtan? Toni obunachilar. Buni ham ma'lumotini tez beramiz. Videoga bitta like bosib, yaxshilab joylashib olib tomosha qilaverasizlar akalar. Mana bu akalar kashtandi, mana asl rangi.
Maşallah. Bu qarang aka. O'ta mo'shnisidan obunachilar mana. Bir dona ham begona tuki yo'q. Olib qo'y. Umuman bir dona begona tuki yo'qdan ekan, Bahodir aka bu. Mana akalar. Aloqaga chiqasizlar, yana Telegramdan buni qo'lni ma'lumotini tashlab beramiz. Xohlasalaring. Qo'chqorni mana bu akalar uzoqdan umumiy ko'rinishi. Bahodir akamning olib turganiga e'tibor bermaysizlar. Bahodir akam gavdali odam. Kallalari mana bunaqa mo'shnisidan. Yoshlarlik qanaqa aka bu? Ektish. Yangi qo'chqorimiz a. Ha, yangi. Tushi yomon ekan buni. Tushini qaranglar. Kallani ham qarang, kallani. Tushi oldiga otilib chiqqan variantdan akalar. Mana bunaqa kastiyaklar o'ta mo'shnisidan mana. Kalla ham o'ta kelishgan ekan lekin. Ha, kallasi ham o'ta chiroyli qo'y. Stoykasiga ham akalar bitta e'tibor berasizlar, stoykasiga qo'chqordi. Orqa dumbalari ham mana bunaqa obunachilar bichilmaydigan variantidan. Orqa oyoq kengliklari, xullas adiriga, toqqa qo'yib beraman degan akalarimga tavsiya qilaman obunachilar. Oyoqlari ham mana bunaqa stakan tuyoq. Qo'chqor o'ta mo'shni akalar mana. Bo'y bastlarni bitta o'lchab ko'rsataylikchi. Obunachilar mana metrimiz yerdan balandligi bukilgan joyi yo'q akalar. Mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar. Bo'l, uzunligi ham bitta qo'yaylikchi. Uzunligi mana akalar yelkasidan mana iyi maşallah. Nima deyapti? 90 plus. 90 plusga olaverasizlar akalar uzunligi. 95 ga boryapti. 90 plusga olaverasizlar inshaalloh. Qo'chqorimiz ektish o'ta mo'shni variantidan. Bahodir aka, buni asosiysi narxida. Narxi necha pul qilib beramiz obunachilarga buni? Olib qo'y buni 11 million so'mga O'zbekiston bo'yicha dastlabkasi bor. 11 million so'mga O'zbekiston bo'ylab. Ha. O'zi bizning kanalimizda Xorazmgacha bo'lardi. Qoraqalpoqqa ham yetkazib beramiz inshaalloh. O'zbekiston bo'yicha, xudo xolasa. Obunachilar, shoshilib aloqaga chiqarasizlar. Biz keyingisini ma'lumotini berishni boshladik. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz inshaalloh. Obunachilar 3-partiyasiga mana bunaqa kashtanni originalidan kelgan akalar. Nima deyapti? Mana bu yungilariga bitta e'tibor berasizlar. Toza, bir dona begona tuki yo'q, simjun variantdan akalar. Tarosim hijolat buni oldi. Vobshe mo'shnisidan. Mana buni qaranglar, stoykani akalar. Mana bu stoyka nechi? Dumbalari ham shu tikkasidan. Mana bunaqa bichilmaydigan variantidan akalar. Ozmoz mana bunaqa razreziga e'tibor bermaysizlar. Bu o'zining guli. Xullas, qo'chqor o'ta mo'shnisidan. Kallalari ham juda kelishgan mana akalar. Quloqlar ham vertolyot quloqdan. Kastiyaklar ham akalar mana kastiyaklar o'ta mo'shnisidan. Qo'chqorimizda bo'lmasa ma'lumotini berishni boshladik. Bahodir aka, yoshlarlik qanaqa buni? Ektish, yangi ektish. Bu ham yangi ekishga chiqqan. Bo'l, ko'rindi. Ha, qo'llarga oldi o'ta mo'shni ekan, keng ekan. Oldilari zo'r. Oldi tushlari otilib chiqqan variantidan obunachilar. Akalar, bitta narsani eslatib o'taman. Biz bunday qilib shtugiga emas, qo'ydi sifatiga e'tibor beramiz. O'shani hisobini olib tomosha qilaverasizlar. Har xil kommentariy yozganda akalar, noto'g'ri tushunmaysizlar. Zotga mana bundaqa originallarini chiqarishga imkon qadar harakat qilamiz akalar. Qo'chqorni orqa oyoq kengligi ham o'ta mo'shni ekan. Ekish qo'chqorimiz bo'y bastlarini o'lchab ko'rsatamiz uni chiroyli qilib. Mana metrimiz yerdan bukilgan, sukilgan boshqa joyi yo'q akalar. Mana bemalol ko'rib olaverasizlar. Mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar. Mo'shni. Uzunligi ham qo'yingchi. Uzunligi mana akalar yelkasidan mana. Mana akalar mana qo'chqor tugashi 90 da, 90 plusda. Qo'chqorda mana uzoqdan umumiy stoykasi ko'rinishi akalar. Bahodir aka, buni so'nggi partiyasini narxida asosiysi yengil qilib obunachilarimizga 10 million so'mga dastlabkasi bor. 10 million so'mga dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'yicha. Ha? Ha. Telefon qilishsa inshaalloh xayriy sunnatiga o'tib berasiz. Xudo xolasa ish bitadi. Obunachilar, videoning tagi nomerini qoldiramiz. Aloqaga chiqasizlar, inshaalloh ishlaringizni 100% ga bitirib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar akalar.